Assalomu hurmatli Agrahim guruh Xitoy paxta chigit Telegram guruh a'zolari. Mana bizlar yana ham shu Qashqadaryo viloyatining Mirishkor tumanidagi shu Iskandar Sifattola fermer xo'jaligiga keldik. Bu 27-mart kuni ekilgan. 27-mart kuni mana deyarli 70 kundan oshgan paxta. Bu paxtani hozir xitoylik agronom mutaxassis, mana seleksioner muallim ko'rib aytayaptiki, bu paxta qanday 25 kun oldin nima qilibdimi? Mana hozir bu holatda o'zini yaxshi bersa, o'g'itlarni yaxshi bersa, mana shu holatida o'zida ko'rinib turibdi. 7,5 tonnadan 8 tonnaga bir gektarda paxta mahsulot hosil bo'ladi, deyapti. O'sha Mirishkor tumani Iskandar Sifattola MChJ nima fermer xo'jaligi dalasida bu fermer Baxtiyor aka aytgandiki 250 ming dona tubson bor degan edi bir gektarda. 250 ming dona. Bor chiqadi, to'g'ri. 250 ming dona. Shu mana shu nimasi endi hozir endi nima tavsiya berilyapti? Hozir agronom nima dedi? Jinyan, endi bu jinyan degani buni oziqlik quvvat berish kerak deyapti. Quvvat berish kerak. Oziqa berish kerak. Tutlari sal enchish kerak, buni tomlatish kerak, keyin o'ziga baquvvat beradi deyapti. Paxtani o'zani poyasi ingichka, shuni oziqa berib nima qilsa, poyaki yo'riklashib, yana ham hosilga o'tirib, endi 1 metrlik paxta bo'lish kerak, 1 metrlik. Shunda endi nechta hosil shoxi paydo bo'ladi? 12 ta bo'lish. 12 tacha hosil shoxi paydo bo'lib, 90 sant 1 metr bo'lganda 12 ta paydo bo'ladi. 1 metr bo'lganda mana shu 75 sentr, 80 sentr bir gektardan paxta olishi mumkin. Tubsoni yaxshi ekan, paxtaning rivojlanishi yaxshi. Yaxshi, zo'r. Faqat endi shu oziqa berish kerak, oziqa talab qilyapti. Poyalari yana ham nima qilish kerak? Ingichka ekan poyasi deyapti, g'o'zani poyasi deyapti. To'g'ri. Tubson ko'p, oziqani berish kerak. Shunda bu nima qiladi deyapti. Paxta ishlab yana ham poyasi yo'g'onlashib 1 metrgacha ko'targan paytda shu 80 sentr hosil beradi deb xitoylik mana agronom nimamiz mana bu nima, lekin bir hasharot nimalar ko'rmayapti hech qanday. Hasharotlar yo'q. Yo'q, hasharotlar yo'q. Hasharotlar yo'q, hech narsa. O'rgimchakkani ham yo'q, qandala ham yo'q. Dala toza ekan. Yaxshi ishlayapti, faqat bunga oziqa berish kerak. Oziqa berish kerak deb tavsiya qilishyapti. Keyin balandligini ham eng baland bo'lgandan 1 metr 20 dan oshirib olmaslik kerak. Navoda oshib ketsa, keyin mahsulotga ta'sir etadi. Keyin uni uchun yulib olish kerak, to'xtatish kerak. Yegana o'tlar yo'q, dala toza, juda yaxshi. Mana gullab boshlagan boshidan. Tozaligi. Haqiqiy dehqon mana toza, yaxshi ishlagan. Toza yaxshi. Mana nimalarni ham nima qilsin, toza. Yaxshi ishlagan. Mana bu tarafida mana nimasi bor, sug'orishi bor. Mana bu haqiqatan mana bu fermer aka, Baxtiyor aka mana tomchilashning foydasini ko'rgan. Xudo xolasa bu yil yana ozgina kutib olsa, 1 gektardan 8 tonnaga bemalol mahsulot oladi. Shunday.